chiroyli bola ekanmi? İsmingiz nima? Yoqib qoldim shekilli. Marjonim, Gilam kerak edi. yuring ko'rsataman. Sak gilamlari O'rta Osiyoda birinchi o'rinda, dunyo miqyosida ikkinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari, Buxoro viloyatining 9 ta tumanida filiallarimiz ham bor. Gilamlarimiz kvadrat metri 54 ming so'mdan 1 million so'mgacha. Pulingizga qarab to'g'ri kelganini olaverasiz. Maya qarang. Shu atrofda bir gul do'kon yo'qmi? Aniq yoqib qolganman. Menga gul olib bermoqchi. Baxtimni topdimmi nima? Bor, yo'lni narigi chetida. Mana shu gilamlar yo'qdi. Yura bersangiz olib ketaman. Bizada shahar bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Maya qarang. Shu atrofda bir yaxshiroq restoran yo'qmi? Qo'limni so'rash uchun restoranga taklif qilmoqchimi nima? Bor. Ana yaxshi bo'ldi o'zi gilam kerak o'ya. Maya qarang. Bu yerlarda shu atrofda bir yaxshiroq aylanadigan joy yo'qmi? Uy olib nomerimni so'ray olmayaptimi nima? O'zim beraman. Nomerimni beraymi? Nima qilaman nomeringiz yanga? Kimyanga? Ey qiltiriq. Kimyanga tushunmadim. Men ana nomeringiz ber. Ko'rmayapsanmi chiroyli qizman? Gap o'tmoqchi bo'lsang gap o't. Bo'lmasa gapirma. Men gapirmoqchiman. 300 yildan beri jonimga tegdingizlar.